Siz ham xuddi mana shunaqangi robotni yasamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va 10 minut, 15 minutda bemalol bu video mana shunaqa robotni yasab, dasturlab, mana shu holatga keltirishni o'rganib olasiz. Qani ketdik bo'lmasa. Keldi bugun sizlar robot karni yig'ishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Arduino Uno, servo driver, kronштейнlar, servo motor, line tracking sensor, HS SR04 sensor, oraliq masobani aniqlovchi sensor, L208N driver, ultrasonik deb kechirasizlar, otsek to'rttaligi. Buni ishlatmaymiz, balki mana buni ishlatamiz. Slot kattaligini. 4 ta balon, 4 ta motor va mana shu korpusga robotimizni yig'ishni boshlaymiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz DC motor payka qo'yishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, DC motorda albatta qizil bu 5 volt va G simlar chiqadi. Biz kondensatorlardan foydalanamiz. Kondensator nima uchun kerak bo'ladi? Kondensator ortiqcha yuklanishni o'ziga oladi va albatta payka qilayotganda buni qo'yishimiz shart kerak. Bu holatda nima qilamiz? Buni albatta o'shada payka qo'yamiz. Xuddi mana shu holatda payka qo'yamiz. Kondensator tashlaymiz. Tak, korpusni albatta tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Tozalamasangiz ham bo'ladi. Tozalasangiz mana toza korpusimiz chiqadi. Hozir mana ko'rib bering, ikki tomonda ham qilingan, mana bunday qilib tozalangan holatda korpusim tozalangan holda chiqadi. Xo'p, endi qarang, DC motorni mana bunday qilib kirgan yanlari bor, qotirib olishimiz kerak. Va mana korpusga qanday qotiramiz? Mana. Juda ham sodda, hamma narsa tayyor. Mana shu ko'rinishda biz qotirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Hamma naborda hamma zapchastlar chiqib keladi. Xotiraman. Xuddi shunday qilib qolganlarini ham qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Qattiqligiga e'tibor bering. Mana shuni mahkamlab qotirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Xuddi mana shunaqa kronштейн qotirgichlarimiz chiqadi, qotiradigan. Olamiz bunday qilib. Shtigrannik deymiz to'g'rirog'i. Ko'rdik, 4 ta qotirib qo'ydik shtigranniklarni. Endi shuni ustiga ikkinchi korpusimizni olib kelib qo'yamiz. Loyihamiz uchun L208N driver ishlatamiz. Ya'ni robotni masofadan boshqaramiz. L208N. Buning uchun biz quyidagi DC motorlarni e'tibor qiling. Pastki qismini, ya'ni qora simni tepadagi qora simga nima qilishim kerak bo'ladi? Ulashim kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu X holatda bir-biriga xuddi mana shunday qilib bu tomonni ham qizil simga, ya'ni past qismi tepa qismiga ulanadi. Buning tepa qismi esa buni past qismiga ulanadi. Tak, eng qarang, albatta tekshirib olishimiz shart, to'g'ri uladikmi? Agar haqiqatan to'g'rilagan bo'lsak, qo'yasizlar, ikkita DC motor ham harakatga keladi, bir tomonga qarab harakatlanadi. Bu juda ham muhim. Ham e'tibor bering, mana bir tomonga harakat qilyapti. Xo'p. Tak, mana bu simlarni quyidagi holatda tepaga chiqarib olishimiz kerak. Mana tepadagi korpusni ham o'tkazib oldi. Endi bularni mana boltlar bilan, gaykalar bilan qotirib olishimiz kerak bo'ladi. To'rtta balonni albatta qotirishimiz kerak.
Mana shu holatda robotimiz deyarli tayyor holga keldi. Endi bunga qizil driver, Arduino uni o'rnatamiz. Tak. Barchasini qayerga qo'yishimiz oldindan hal qilishimiz kerak. Va bizda yana kronshtaynlar bor. Kronshtaynlarni albatta qotirib, unga ultrasonikni o'tkazamiz hozir. Tak, quyidagi kronshtayn to'g'ri ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Kronshtaynni bunday holatda o'rnatib olishimiz kerak. Mana bu pastki servomiz pastki qismida turadi. Mana bunday holatda turadi. Mana. Va bunga bitta servo mana bunday holatda o'rnatiladi. Tak, xuddi mana shu ko'rinishda qotirib oling. Ko'ryapsan? Mana. Buni ustiga mana buni o'rnatamiz. Mana. Hech xotirlamang, barcha sizga kerak bo'lgan detallar hammasini naborga chiqaraman. Naborda mana bunday shular bor, shuni qotirib olamiz. Qotirib oldik. Xo'p, endi bu qanday holatda o'rnatiladi? E'tibor bering. Mana bu hozir kesanib tushunib olasiz ekan hozir. Tak, yatta driver bor. Bu servolarni ko'paytirib, pillarni ko'paytirib olish uchun ishlatilgan driverimiz. Bu mana bunday holatda ulanishi kerak bo'ladi. Ulab olamiz bunday qilib. E'tibor bering, hamma tomoni oxirigacha ulanishi kerak mana bunday qilib. Mana o'rniga e'tibor qiling, mana bu tomonni bittadan berishimiz kerak. Va qarang, bu tomoniga e'tiborli bo'lishni so'rab qolardim. GND bu qora simlanadi bu yerga, bu yerga qizil sim biz ulaymiz. Ko'ryapsiz? Bu GND qora sim, bu yerga esa biz ulaymiz. Robotda valvda mana line sensor ham chiqadi. Ularni e'tibor bo'ladigan bo'lsak, bu yerda qarangda shuncha tak, jami 4 ta, bu yoq tomonda 2 ta, bu tomonda jami 8 ta line tracking mana. Mashlarni ketma-ketlikda biz robotga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Albatta, birinchi buni mana bu korpusni kronshtaynni qotirib olgandan keyin uning yonlariga buni ham xudo xolasa buni ham qotirib chiqamiz. Line tracking, albatta, line tracking liniyalari ham sensorlar ham o'rnatilishi kerak bo'ladi. 4 ta sensor e'tiborga mana shunday holatda o'rnatilgan. Xohlagandek qo'yishingiz mumkin. Xohlang bu tomonga ikkita qo'ying, xohlang bu tomonga ikkita qo'ying. Biz men o'rtasiga ikkita qo'yapman. Chekkasiga bitta-bittadan. Va e'tibor qiling, bir holatga o'rnatib olganik biz tag qismiga qo'ying. Siz bunaqasiga ko'ring. Endi bu sizga bog'liq bo'ladi. Va qarang, e'tibor qiling. Mana bu potensiyometrlar. Bu potensiyometr yordamida biz nastroykasini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Hop, ulab bo'lgandan keyin hozir mana bunday holatda robotda ko'ryapsiz, ulab olib tayyorlab olishimiz kerak. Mana. Ko'rdingizmi? Bu robotimiz 3 xil holatda yuradi. Liniyadan yuradigan robotimiz, masofadan turib boshqariladigan robotimiz va ultrasonik bor. O'sha ultrasonik yordamida harakat va avtonom harakatlarni dastur orqali harakatdan robotga aylanadi. Tak, robotning kallasini mana bunday holatda qotiramiz va ichki xatamni ichidan qotirib olish shart. Sababi servo chiqib ketadi bo'lsa. Sekin bo'shatib qo'yamiz. Mana bunday qotirib olamiz. Bo'ldi. O'zini qotiramiz. Qotdi. Juda ham yaxshi qotib oldi. E'tibor qiling. Endi buni krepleniyani mana bunday qilib qotirib qo'yishimiz kerak. Robotni oldi, ya'ni robotning boshi bo'ladi. Yarim servo bilan bunday qilib davom ettiramiz. Qani ozgina davomi bor qoldi. Xo'p.
robotdagi ikkinchi servoni qo'yishimiz, e'tibor bering, bu tomoni mana qot tomoni bu tomonda bo'ladidagi. Buni mana bunday holatda o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana. Ko'rdingizmi? Va bu mana bunday holatda o'rnatiladi. Shunda bu tepadagi ikkinchi servo, mana pastdagi birinchi servo. Orqa tomonda e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bunday shu bilan qotirib olishga joy qoldirishgan. Shunda qotirib olamiz. Qo'ying, xohlang bu tomonga keta qo'ying. Biz men o'rtasiga ikkita qo'yapman, chekkasiga bitta-bittadan. Va e'tibor qiling bir holatga o'rnatib qo'yganingiz biz tag qismiga qo'ying. Siz bunaqasiga ko'ring. Endi bu sizga bog'liq bo'ladi. Va qarang, e'tibor qiling. Mana bu potensiyometrlar. Bu potensiyometr yordamida biz nastroykasini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Hop, ulab bo'lgandan keyin hozir mana bunday holatda robotda, mana ko'ryapsiz, ulab olib tayyorlab olishimiz kerak. Mana. Ko'rdingizmi? Bu robotimiz 3 xil holatda yuradi. Liniyadan yuradigan robotimiz, masofadan turib boshqariladigan robotimiz va ultrasonik bor. O'sha ultrasonik yordamida harakatlanadi va avtonom harakatlarni dastur orqali harakatlanuvchi robotga aylanadi. Tak, robotning kallasini mana bunday holatda qotiramiz va ichki xatamni ichidan qotirib olish shart. Sababi servo chiqib ketadi bo'lsa. Bo'shab qo'yamiz. Mana bunday qotirib olamiz. Bo'ldi. O'ziga qotiramiz. Mana, qotdi. Juda ham yaxshi qotib oldi. E'tibor qiling. Endi buni krepleniyani mana bunday qilib qotirib qo'yishimiz kerak. Robotni oldi, ya'ni robotning boshi bo'ladi. Yarimta servo bilan bunday qilib davom ettiramiz. Qani ozgina davomi bor qoldi. Hop. LX18N driveri qotirishdan avval biz albatta krembiklarning tillarini ko'tarib olishimiz kerak. Har bitta qaykalarni ko'tarib. Endi ulashga e'tibor bering. Ko'rdingizmi? Oxirgi bitta qo'lni ushlaymiz va ikkinchi qo'lni qotiramiz. Ikkitalik qizil LX18N ni ham ikkitalik skoch bilan orqa tomon bor skoch bilan qotirib qo'ydik. Endi mana bu atsekni ham qotirib qo'yish kerak bo'ladi. Biz hammasini rejalashtirish, avvalambor rejalashtirib oling, qaysi detalingiz qayerda turadi. Keyin shunga qarab qotirib chiqing. Bizga mana shu hamma tomonni qulay tepada bo'lganligi uchun tepa tomonga hammasini joylashtiryapmiz. Ertaga batareykani ham bemalol qo'ya olasiz mana bu yerda. Qizil driverda qanaqa ulanish xato ketib qolaringiz bemalol ajrata olasiz. Shuning uchun men hammasini tepaga qo'ydim mana. Endi faqatgina mana bu driver qoldi. Buni ham hozir mana shu tomonga tushunib kelgan bo'ldi. E'tibor bering, hammasi akkuratni joy-joyida detallarni o'rnatilyapti. Kelyapgan e'tibor bering, qizil simimiz bu 9 volt. Xo'p, 9 voltni mana shu 12 volt degan joyga albatta ulashimiz kerak bo'ladi. Bu qora JND o'rtasi 12 o'rtasi doim JND o'tasiga qo'yamiz. Yana qarang shu yerda. Biz bu yerda yana bitta JND kerak bo'ladi. E'tibor qiling, men o'rtasiga bitta JND ulab ketyapman. Sababi bu JND nima uchun kerak bo'ladi? Hozir ko'rsataman. Qarang. Mana bu JNDga albatta ulab qo'yishimiz uchun ko'rdingizmi? Ya'ni bu yerdan olib ketamiz, JNDni olib ketamiz. Bu JNDga ulaymiz, 5 voltni mana bu visiga ulab qo'yamiz. Kelayotgan 5 voltni biz sepingimizga ulaymiz. Ulashdan oldin doim esdan chiqarmasang, kremiklarni ochib tayyorlab oling. Bu sizga ancha qulayliklar. Kremik deyapman, kechirsizlar. Mana. Olamiz.
biz sigullaymiz. Tak, JND, bilasizmi? GND degan joyiga ulaysiz. GND bu JND hisoblanadi. VS bu 5 volt. Ulab oldik. Xo'p, tayyor. Endi asosiy pinlarni ulab chiqsak, bo'ldi. Bu yerda e'tibor qiling. L218N da 4 ta pin bor, ya'ni L1, L2, L3, L4. Bularni hozir mana bu driverimizdagi pinlarga bittasiga ulaymiz albatta. Xo'p. E'tibor qiling, biz pinlarimizni mana bu 3, 4, 5, 6-pinga ulayapmiz. Yana qaytaraman. 3, 4, 5, 6. Olamiz mana. Pinlar ketma-ketini buzmagan holatda, ranglan ketma-ketini buzmang. To'g'ri qilishimiz kerak, ulashimiz kerak. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi eng qiladigan keyingi ishimiz kelayotgan mana bu sensorlarimizga kelayotgan simlarni mama simlar bilan kruch simlar bilan bu driver ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. VS'ni e'tibor bering, mana birinchisi VS, bu VS 5 volt qilinadi. Mana bu pinlarimiz juda ham ko'p, bor mana. Va o'rta hisoblanadi. Keyingisi JND G degan. G bu doim JND beradi. Shunga deymiz. Keyingi pinlar e'tibor qiling, LN1, LN2, LN3 bu signal qabul qiluvchi simlar. Tak. Hop, bu yoqda ham pinlarimiz bor. Bunga ko'chirib qo'yamiz hozir. Tak, birinchisi VS edi mana. Bunisi JND edi. Pinlarimizni bu pinlarimiz biz mana bu A0 pinlarga ulaymiz. A0. Keyingisi A1, A2, A3, A4. Tak, ultrasonikimiz, sensorimiz mana bu holatda o'rnatiladi. Albatta buni o'rnatganda rezinkadan nima qilib, mana bu sangi rezinkadan foydalanamiz. Ultrasonikimiz 4 ta pini bor, xabaringiz bo'lsa kerak. Bu yerda VSS 5 volt va JND. Tak, ko'rsatamiz mana, qatdan ko'ryapmiz mana pinlar. E'tibor qiling, JND, trik, echo, VS. Xo'p, JND ulaymiz, VSni 5 volt ulaymiz. Mana bu ko'k pin ekan. VSni olib kelyapman, e'tibor qiling, 5 voltga bu yerda ulab qo'yamiz. Xo'p. Mana. O'rtasiga tushsa, bu bizda 5 volt, to'g'ri. Keyingisi trigger adashmasam, keyingi pinimiz. Bu yoqqa qaratamiz. Va ikkita oq bo'lib qoldi-da. Hop, bittasi sal qator bo'lib qoladi. Adashmasligimiz kerak. Birinchi qaysi biri kelyapti shuni? Hamma pinlar ulandi, joy-joyiga tushdi o'zi. Mana bu servolarimiz ham bor. Bu ketib qoldi ozgina. Hop. Servolarimiz 3 ta pini bor, ya'ni sariq, bu pin hisoblanadi, qizil 5 volt, bu JND. Xuddi mana shunday qilib, mana S degan joyiga ulab qo'yamiz. Xo'p, buni bu yoqqa ulaymiz mana. Keyingisini bunga ulaymiz. Shundan barcha ulanishlarni amalga oshirgan bo'lamiz. Xo'p, bu yoqda ehtiyot bo'ling. Ana, bu hammasi ulandi. E'tibor qiling, hamma detallar, hamma simlar ulandi. Xo'p, bo'ldi. Endi bunga faqat dastur yozib yurgizish qolyapti. Va e'tibor qiling, bu yerda Bluetooth bilan boshqarishingiz mumkin bemalol. Naborda lekin Bluetooth chiqmaydi. Bluetoothni qo'shib berishingiz ham mumkin. Olaman deydigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa o'zingiz olishingiz mumkin.
Tak, robotimiz quyidagi holatga keldi. Ikkala yastak orqasiga o'tirdik. Driver bilan Arduino o'rtasiga L212 driver va line sensorlar mana. Oxirida biz ikkita servo bilan ultrasonik o'rnatdik. Robotimiz xuddi mana ko'rinishga keldi. Qarang. Mana shu ko'rinishga robotimiz keldi. Hop, bu robotni yana qaytaraman. Bluetooth orqali harakat qiladi. Bluetooth so'laymiz. Ultrasonik orqali harakat qiladi. Ikkinchi harakatimiz va line sensor orqali harakat qiladi. Uchinchi. Ya'ni ultrasonikda bu avtonom harakat qiladi. Bluetoothda biz o'zimiz boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Boshqaramiz. Hop. Endi qarang, bu yerda Bluetooth ulashimiz kerak bo'ladi. Bluetooth bilamizki, RxTX ga TX ulanadi. Doim birinchi pinimizni e'tibor qiladigan bo'lsak, bizga RX kelyapti. RxTX endi qayerdan olamiz deysizlar. To'g'ri, RxTX-ni taksi ko'rsataman. Hozir qayerdan olishni. Xo'p, mana e'tibor qiling, TX va RX pinlarimiz. Mana ko'rsataman sizga. Mana birinchisi TX, ikkinchisi RX. Birinchi kelayotgan pinimiz bu nima? RX bo'lar ekan. RX-ni olamizda TX ulaymiz. Xo'p. Keyingisi ikkinchisi RX'ni TX ular ekanmiz. Keyingisi hozir bu yerda TX bo'lyapti. TX'ni RX ulaymiz. Ko'rdingizmi? RX ulandi. Undan tashqari bizda VS pinimiz bor. Bu mana ko'k pinimiz. VSni 5 voltga mana qarang, bu hamma joyiga kelyapti. Mana ko'k pinimiz bu VS bo'ladi. Mana shu yerda xato qilib qo'ymanglar. Minusga adashib ulab qo'yadigan bo'lsa kuydirasiz. Chunki men birinchi keldi, mana bu yerda yashil sim JND bo'lyapti. Mana yaxshi olib kelib qo'yaman. Yashil simim JND bo'lyapti. Yashil sim JND ni olib kelamandagi bu JND ulayman. Tak. Ko'k simni kelayotgan VS pinimni, mana bu VSni e'tibor qiling, VS buni biz 5 voltga ulaymiz. Mana. Xo'p, hammasi tayyor. Endi hamma ishlarimiz yakuniga yetdi. Endi zajim olamizdagi, zajim olaymiz. Zajim ulash asos sabab bilasiz, chiroyligina qilib, hech qanaqa yoyilmasdan chiroyli qilib turasiz, emas. Ehtiyot bo'ling. Keyingi banan pinlarni ham ulab olishimiz kerak. Chiroyligina qilib. Tak. Uchta pinni ulab olib. Mana pinni ham bu yoqqa ulaymiz shunda. Bluetooth setib berayotganmiz, siz akkuratni turish kerak. Bismillah. Xo'p. Endi bitta tekshirib ko'ramiz. Hali dastur yozilmagan. Dastur yozishimiz kerak menga hozir. Tekshirib ko'ramiz. Haqiqatan to'g'rilangan bo'lsa, butun sistema, butun tizim ishlashi kerak. Ya'ni robotning barcha qismi yonishi kerak bo'ladi. Hozir o'chib turibdi, ko'chat. Tak, mana yondi. Hammasi joyida. Qizil driverimiz ham yondi, sensorimiz ham yondi, Arduino mikrokontrollerimiz, tepadagi driver ham yondi. Mana. Hammasi joyida. Ana endi dastur yozamiz. E'tibor qiling. Shuning uchun ham men doim aytaman, robototexnikaga dasturlashni, imенно o'qing. Dasturlash juda ham muhim. Biz xohlagandek robotimiz yiqqandan keyin uni xohlaganda o'zimizga moslab dasturlab olishimiz, to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda qarang, men hozir 3 4 5 pinlarni chiqardim va hozir bu dasturni men o'zim robotimga yuklayman. E'tibor bering, mening dasturim L238N bo'lganligi uchun pinlar bilan ishlayapti faqat bu yerda. Olaman, dasturimni yuklayman hozir. Dasturimizni yuklab oldik. Men alohida chiqarib urdim dasturni. Endi buni mikrokontrollerni Arduino'ni mana driverni ulab qo'yamiz o'ziga joyiga qaytarib. Yuklanmasa hech xavotir olmang. Mana shu chiqarib yuklash to'g'ri keladi. Ko'p holatda mana. Endi men mana buni e'tibor qiling, RxTX pinni chiqarib qo'yganman Bluetoothda. Mana. Ko'rinyapti-ku bittaman. Mana bitta RxTX. Endi xuddi shu RxTX pinni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunday holatdamida mana shunday. To'g'ri? RxTX. Xo'p. Yoqamiz, qani, bu. Bismillah. Mana ishlayapti. Kod bor. Xo'p, endi Bluetooth orqali boshqarib ko'ramiz. Endi qarang, Bluetooth Electronics programmasiga kiramiz.
change, next ekranimiz, Discovery ustiga bosamiz. Tak, Atur 55. Atur 55 ni bu yoqdan qidiramiz. Mana qarang. Yaxshi qaraymiz, Atur 55. Orqadagi 4 ta raqamga e'tibor bering. Atur 55. Xo'p. Bu yoqda ham Atur 55 lik Bluetooth raqam qidiramiz. Connect qilamiz. Bir-biriga bog'lab. Sizdan kod so'raydi, o'shanda 1 2 3 4 kodni terasiz. Donni bosamiz, runni bosamiz. Yana qarang, Bluetoothimiz operatorimizni ko'rib qolamiz. Xo'p, ikkinchi usulimiz qarang. Ikkinchi usulimiz ultrasonik, ya'ni oraliq qo'limizni qo'yganmiz, to'siqqa robotimiz yurishi kerak. Hozir ko'ryapsiz, mana. Ya'ni bu yerda men qo'lim bilan boshqa shunaqa. Mana. Ko'ryapsiz? Masofa to'xtaganda qanday qilib holatni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Bu ultrasonik orqali to'siqlardan qochuvchi robotimiz. Dars yoqqan bo'lsa sizdan bittagina like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziqarli videolar hali oldinda.